Aziz vatandoshlar, muhojiratdagi o'zbek jurnalisti Ismat Xushevning Dunyo o'zbeklari teleloyihasi yana efirda. Mehribon va rahimli Alloh nomi bilan bismillah deb bugungi dasturimizni boshlaymiz. Assalomu alaykum. Bugun 5 mart 2019-yil ona vatanimiz O'zbekistonda allaqachon seshanba kuni boshlandi. Hozir agar adashmasam Toshkent vaqti bilan ertalab soat 10 dan 20 daqiqa o'tmoqda.
Bugun biz 20 daqiqalik dasturlarni qila olmadik. Bundan oldingi dasturimiz 38 minut bo'ldi. Hozirgi dasturimiz yarim soat atrofida tugatsak yaxshi bo'lardi. Demak, 20 minutlik dasturlarni keyinga qoldiramiz. Bugungi dasturimiz o'quvchimiz Asadbek Hamzayev malomati asosida, tanqidi asosida mana shu dastur Asadbek Hamzayevni bir og'iz yuragidan yozgan noroziligi bois tashkil etildi. U nima deb yozibdi do'stimiz? Demak hozir o'qiymiz birgalashib. Hop, biz bilasiz, o'quvchilarimiz e'tirozlariga e'tibor beramiz hamisha. Ismat Xushevni 117 kishi maqtab, lekin 2 kishi tanqid qilib yozsa, biz o'sha ikkita tanqid qilgan kishining gaplarini o'qib beramiz. Bu bizga unchalik yoqmaydi, lekin biz atay shunday qilamiz. O'zbek matbuoti, o'zbek jamiyati, o'zbek mulozimlari ham agar xalq bilan xuddi bizdek muloqotga kirishganda, jamiyat allaqachon boshqacha ko'rinishga ega bo'lardi. Biz ana shu haqda saboq berishni o'z oldimizga maqsad qilib qo'yganmiz o'zbek jamiyatiga. Demak, Asadbek Hamzayev yozadi. Assalomu alaykum Ismat aka. Oxirgi paytlar savollar javobsiz qolib ketmoqda. Faqat siz gapiryapsiz. Tamam, boshqa gap yo'q. Men yozilgan juda ko'p izohlar bor. Ularni ham o'qib berishim mumkin, masalan, bitta dastur ostiga. Lekin biz bu ukamizni izohiga e'tibor qaratdik. Demak, bu yerda mayli shu ukamizni Asadbek Hamzayev izoh yozgan bizni chiqishimizga boshqa izohlar, masalan, Matluba Ibodullayeva yozadi. Assalomu alaykum Ismatjon, sizga kattakon rahmat. Dinimizni ancha orqaga surdi bu ahmoqlar. Ayniqsa Said Afzalni umuman ishdan chetlashtirish kerak. Yurtboshimizni ishlariga qarshi ish qilishyapti. Ikromov Rustam yozadi. Ismatjon aka, teledasturlaringizning muxlislari keyingi yilning shu davrigacha milliondan oshadi. Hasan Yo'ldoshev, salom Ismat aka, kayfiyatlar zo'rmi? Bu hozirgi dasturingiz 5-dasturmi? deydi. Garri Rahimyan ismli bizda ajoyib bir muxlisimiz bor. Biz u kishiga minnatdorchilik bildiramiz. Ba'zi bir bizga qarshi birovlarning haligisi bilan yo'llanmasi bilan, chunki biz ko'p kishilarni tanqid qilamiz. Hali ba'zi bir ona suti og'zidan ketmagan saplak deydi uni, takasaltang yigitchalarga yaxshi javob qildi bu ukamiz. Men minnatdorchilik bildiraman. Demak, Garri Rahimyan ismli ukamga rahmat aytaman. Olga Borisova nomli bir rus qizini ismini o'ziga tanlagan o'zbek qizi yozadi. Assalomu alaykum Ismat aka. Iltimos, meni maqtayapti deb qabul qilmang, lekin sizdek jurnalistni hayotimda birinchi uchratdim. Meni sizga komment yozmasligim ham mumkin edi, lekin bu yerga ba'zi bir insonlarning kommentlarini o'qib jim turishni o'zimga ravo ko'rmadim. Aka, shak shubhasiz sizni podpischiklaringiz 10 ming emas, millionlarni tashkil qiladi. Kelgusida sizni Xudoyim tanlab olmadimi insonlarga haqni gapiruvchi jurnalist qilib?
sizni musofir bo'lishingizda, odamlarga zalolatni asl basharasini ko'rsatib berishingizga yordam bermayaptimi musofirligingiz? Aka, sizni qayerda bo'lishingiz emas, qanday inson bo'lib o'tishingiz muhim emasmi? Albatta hamma musofirlarda vatanga sog'inch kuchli bo'ladi, lekin insonning amaliga beriladigan mukofotlar bundan ham kuchliroqdir. Aka, sizga sog'lik, salomatlik, kelgusidagi ishlaringizda shijoat va g'ayrat tilab qolaman Xudoyimdan. Shavkat akani Xudoyim o'zi asrasin va atrofini sodiq insonlar bilan mustahkam qilsin, ezgu ishlardan adashtirmasin. Sizni bir sifatingiz, ya'ni krisalarga e'tibor bermasdan ko'rsatuvlaringizni yanada qiziqarli qilib borayotganingiz bizga tinglovchilarimizga ilhom bag'ishlaydi. O'zbegim o'g'loni. Olga Borisova ajoyib xat yozibsiz. Nimaga o'zbek ismingizni qo'ymaysiz? Olga Borisova. Rahmat singlim. Seni tushungan muxlisalar yer yuzida bo'lsa, vataningdan olisda bo'lsang ham ruhing hamisha tetik, ko'ngling tinch, kayfiyating yaxshi bo'ladi. Agar seni kayfiyating yaxshi bo'lsa, ruhing tinch bo'lsa, baland bo'lsa ruhiy kayfiyating, demak hamma narsa oilangda ham, atrofingda ham, sen yashab turgan Torontada ham hamma narsa yaxshi bo'ladi. Odamzod bir narsaga ishonib yashashi kerak bu dunyoda. Men hamisha o'zimga va o'zim aqidalarimga, o'zim tanlagan yo'lga, istiqbolga ishongan yigitman. Meni eshitsangiz, meni ko'rsangiz, meni ko'rgan 100 minglab vatandoshlarim ham mendek meni ko'rgandan keyin ruhi tetik bo'lishini, ishonch paydo bo'lishini qalbida, O'zbekiston gullab yashashiga ishonch paydo bo'lishini orzu qilaman. Birgalashib u krisalar, kalamushlar, boya Olga Borisova aytganidek, ular haqida biz o'z so'zimizni dadil aytishimiz kerak. Endi men Asadbek Hamzayev, u kishi faqat siz gapirdingiz Ismat aka, odob, axloq bilan assalomu alaykum deb aytgani uchun shu ukamni nomini yozibman. Anons berdim. Bugun shu dasturimni Asadbek Hamzayev sharafiga, men uni o'sha malomati, e'tiroziga bag'ishlayman. Biz bugun savollarga javob beramiz. Bir og'iz Asadbek Hamzayev, siz ko'p gapirdingiz deganiga men javob berishim kerak. Kecha men tarixda meni Ismat Xushev bilan 100% dasturim 1-mart kuni 1 yil bo'ldi efirga chiqa boshlaganiga. O'shandan buyon men kecha yakshanba kuni kayfiyatim juda zo'r, ruhim tetik bo'lgani uchun 6 marta chiqish qilibman teledasturdan. 6 marta ya, agar 7 ta bo'lmasa. Amoymi 7 marta. Qoyil qolasizmi? Boshqa jurnalistlar 10 minutda gap topolmaydi. 5 minutga gap topolmaydi. Men agar boshlasam 45 minut qanday kelib qolganini bilmay qolaman. Mana boya 20 daqiqalik dasturim deb boshladim, 38 daqiqaga chiqib ketdi. Iloji yo'q. To'xtata olmadim chunki muhim mavzu edi. Muhim mavzuni to'xtatib bo'lmadi. Endi kecha 6-7 marta men efirga chiqdim. Bugun ertalab qarasam minglab odamlar ko'rgan. Birortasi mingtadan past emas. Qoyilmisiz? Bugun o'zbek matbuoti 500, 300, 200 kishilik nashrga ega. Ismat Xushevni teledasturlari minglab teletomoshabinlarni o'ziga jalb qilyapti. Agar men bir kun 10 marta chiqsam, 10 ming eng kamida odam ko'radi. Nima deyishini qat'iy nazar. Mana ko'rdingizmi, qanday qilib men auditoriyalarimni kengaytirib, odamlarni ongiga kirib olyapman. Ongiga kirib olgandan keyin men ularni boshqaraman. Istagan tomonga qarab boshqaraman. Hozircha meni bitta yo'nalishim bor. Men odamlarni bitta tomonga qarab boshqaryapman. Bu Shavkat Mirziyoyev boshlagan munavvar va yorug' kelajak sari O'zbek xalqini, O'zbekistonni
Lekin bu yaxshi niyat. Lekin biz yaxshilikdan ko'ra ko'proq yomonlik haligi qilyapmiz. Yomon gaplarni, tanqidiy gaplarni gapiryapmiz. Переворотchilar, xiyonatchilar, mashenniklar, luttvozlar O'zbekiston oliy rahbariyatida. Matbuot shunday bo'lishi kerak. O'zbek matbuoti ehtiromli, hurmatli munosabati bo'lgani uchun rahbarlar qo'rqmaydi. Hech qaysi rahbarning kamchiligini aytib bo'lmaydi. Menga yoqmaydi bu yerdan turib. Men jurnalistman, men odob bilan gapirishim kerak. Lekin men atay Jirinovskiyga o'xshab ba'zi xatti-harakatlar qilamanki, odamlar e'tibor qilsin. O'sha mulozimlar sal qo'rqsin. Hozircha men Kanadadaman. Ertaga menga o'xshagan 10 ta, 100 ta odam Toshkentda paydo bo'lish kerak. Biri televideniyada Ismat Xushev, biri matbuotda, biri yana boshqa joyda, biri prokuraturada, biri davlat xavfsizlik organida, biri oliy sudda Ismat Xushevga o'xshaganlar. Xuddi shunaqa jamiyatni silkitishimiz kerak. Oliy rahbariyatni silkitishimiz kerak. U yerdan hamma to'pillab tushish kerak qurtlagan rahbarlar. Halol, sof rahbarlar qolish kerak. Kristalli toza odam qolish kerak. Oliy rahbariyat degan daraxtda. Uni silkityapman men bu yerdan turib. O'zbekistonda silkituvchi jurnalistlarni qo'yishmaydi. Hammasini yo'q qilishdi, qamashdi. Hammasini xorij va hibsga yo'q qilishdi. Men atay mana shu gaplarimni bilaman, yoqmaydi. Shavkat aka ham ko'rib meni xafa bo'lgan bo'lishi mumkin. Xuddi bir gubernatorday turib, xonday turib, nimaga bu bunaqa do'q qilyapti deb. Men atay shunday qilaman, Shavkat aka. Bu mulozimlarga boshqa gap, mana o'zingiz bilib turibsiz-ku. Boshqa gap o'tmaydi bu mulozimlarga. Mana men davlat xavfsizlik xizmatini yer to'lasi deb ko'p qo'rqityapman hozir. Hammasi tipirchilab qolgan atrofingizdagilar. Shunday qilib qo'rqitmasa 27 yil bular qo'rqitib keldi-yu bizni. Hammamizni kapalagimizda uchirib, hamma bir qo'rqitay bularni, ruxsat bering menga. Shavkat aka. Ko'rdingiz-ku, siz ishonib amal berganlar. Qarang. Matbuotda bo'g'ib keldi bitta muttaham. Meni chaqiradi, yaxshi kutib oladi, qo'li ko'ksida aeroportga chiqadi. Jim kelib ketishimni istaydi. Qachon boraman desam, aka bir og'iz gapiz, hozir hal qilamiz. Viza, piza hammasini deydi. 5 sekundda hal qiladi. Boraman. Hech gap yo'q, faqat yaxshi keling, yaxshi mana yuring Toshkent, yaxshi ovqatlaning. Men jurnalistman, men bir ko'rinish beray matbuotga aytsam, aka, Nuzatchim, kelib ketyapsiz-ku deydi Lutvoz. Dilshod, Keldiyorov. Qarang. Davlat siyosatini shakllantiruvchi upravleniya boshlig'i, generalskiy должность, jalka. Bular Inoyatovning sadoqatli shogirdlarida. Men bilan salom alik qilib, Inoyatovga telefon qilsa kerak-da. Rustam Rasulovich, все нормально, все под контролем. Yoki Xayriddin Sultonov bilan bular til topishganini men sizlarga aytaman. Xayriddin Sultonov. Hali aytadigan gaplarimiz ko'p. Mayli o'rtoqlar, bugun Olga Borisovani o'qib berdim. Bu singlimizni hozir men buni olib ko'chiraman. Yaxshi gap yozibdi. Boshqa haligilar tak, bitta odam yozibdi. Tarakus Turuk. Taraq Turuq deganini turkcha yozibdi. Aka, siz o'zingiz bilmagan narsalarni gapirmoqdasiz. Nurimon Abdulhasan, Said Jalol, Said Jalolov, Said Afzal, bu ikkalasi ham olim insonlar. Yolg'on, o'zi bilmagan narsani aytmang. Ular olim odamlar. Bu gapingiz to'g'ri. Hattoki Nurimon Ichki ishlar vazirligida terrorizmga qarshi boshqarma boshliqlaridan biri bo'lgan. Said Afzal, Said Jalolov Toshkent Islom akademiyasining ma'naviyat, ma'rifat ishlari bo'yicha prorektori, olim odam, to'g'ri.
lekin ular qo'liga kishan kiyilishi kerak. Ular qamalishi kerak, uka. Ular Shavkat Mirziyoyevning din, hidoyat borasidagi siyosatiga dog' tushirdi. Odamlarning qalbida prezidentga nisbatan ishonchsizlik uyg'otdi. Tamom. Bu kechirilmaydi. Olim odam ular. Lekin ular hibsdagi davlat xavfsizlik xizmati odamlarligi rahbarlarining topshirig'ini bajargan. Tushundingizmi endi? Men ko'p gapni sizlarga ayta olmayman. Bevosita DXXni topshirig'ini bajargan ikkalovi ham. Javob berish kerak, boshqa gap yo'q. Olim, mana shu olim. Ben sizga javob do'stim. Aziz do'stlar, biz endi Ismat Xushevning nimasiga kiramiz. YouTube telekanalimga a'zo bo'lgan o'rtoqlarga katta rahmat, lekin bu hali yetarli emas. Men ko'rayotgan, safimizga endi qo'shilgan, dunyoning qayerida bo'lishidan qat'iy nazar Ismat Xushev bilan yuzma-yuzni ko'radigan, meni yaxshi ko'radigan, mendan nafratlanadigan, qat'iy nazar obuna bo'ling. Nafratlaning, lekin obuna bo'ling, iltimos. Mana 3847 ta bo'pti. Hadimay 4000 ga chiqamiz. Menga 10.000 kerak. Qarang, kecha 3000 edi. Mana bir haftada 10 kunda 847 ta bo'pti. 1000 ta, keyin 4000, 5000, 10000 marrani egallashim kerakman. Yordam qiling, iltimos sizdan. Obuna bo'linglar. Demak, biz ukamiz Asadbek Hamzayev 4-marta ismini aytyapman. ukamni topshirig'i bilan biz savollarga javob berishni boshlaymiz. Mana kechagi teledasturlarim. Ismat Xushev bilan yuzma-yuz 4-mart 2019-yil Kanada 2700 odam tomosha qildi. Hali bir sutka bo'lgani yo'q. O'zbekiston matbuoti 500 ta, 600 ta. Bu bitta ko'rsatuv. Ismat Xushev bilan 20 minut. Prezidentga qarshimisiz janob generallar? 1900 kishi. Rustam Inoyatovning siyosiy portretiga sharh 18-ko'rsatuv 2100 kishi. Ismat Xushev bilan 20 minut. Boylarimiz o'z yurtiga qaytsa yomonmi? 1600 kishi. Ismat Xushev bilan 20 minut. Xayriddin Sultonov turk seriallarini nega taqiqladi? 2900 ta odam tomosha qilgan. Ismat Xushev bilan yuzma-yuz 2-mart 19-yil Kanada 3100 kishi. Va hokazolar. Demak, biz o'rtoqlar savollarga javob berishimiz kerak bo'ladi. Qalbida davr. Furqat Ahmedov, rahmat aka, bor ekansiz-ku. Endi bularni burnini tezakka ishqalang. Kino emas, bu anavi mayorchani erlari bilan birga borib tiqish kerak. Qaysi mayorni haligi qildiz, bizga ismi familiyasini aniq ayting va unaqa sirli gaplar qilmang bizga, normalniy gapiring. Ismat aka deydi Mamajon Denbekov, Jenbekov, Mamajon. Ismat aka, avtobiografiyangiz haqida ma'lumot bersangiz. Sizga o'xshagan patriotlar ko'payishi kerak. YouTube'da savodsiz blogerlar ko'payib ketdi. Bu gaplar jon bor. Ukamizni savodsiz odamlar efirlarga chiqib, har xil tuturuqsiz gaplarda aytib, bema'ni narsalarni, haligi uyat gaplarni ana u tuturuqsiz aktrisaga o'xshab, kimi men umuman uyat shunday gaplarni gapirgan odamlar efirga chiqib, butun bu gaplarida jon bor ukamizda. Meni avtobiografiyam shart emas. Agar men haqimda ma'lumotga ega bo'lmoqchi bo'lsangiz, Dunyo o'zbeklariga kirib, Ismat Xushevni Prezident erkatoyining sarguzashtlari nomli kitobimda o'qisangiz, birinchi kitobimda Qashqadaryo kitob Xushevlar sulolasi degan birinchi bobda men o'z oila a'zolarim haqida, ota-onam haqida, biz oilada 7 ta farzandmiz.
kitobdanman deb yozganman, hammasini o'qib olishingiz mumkin. Ma'rufjon To'raboyev yozadilar: rahmat aka, dam olish kunimiz juda mazmunli o'tdi, siz ham yaxshi dam oling. Mana Ma'rufjon To'raboyevni bir og'iz gapi, ana ko'ryapsizmi? Dam olish kunimiz yaxshi o'tdi, siz ham yaxshi dam oling. Bu gapni odam qachon aytadi? Ko'nglida cho'kib yotgan savollarga javob bergan, o'zi mehr qo'ygan jurnalistni ko'rsa aytadi bu gap. Mana meni teledasturlarimni ko'rib odamlar dam olish kuni maroqli o'tganidan xursand. Aytmas, haligi sirmas, juda ko'p odamlar kunni qanday o'tkazishni bilmaydi. Tuturuq narsalar ko'rib, zo'rlash, haligi otish, o'ldirish haqidagi ahmoqona narsalarni ko'rib, behayo narsalarni ko'rib, kallasi shishib, odam bu dunyoda odamlarga nafi tegadigan ishlar qilsa, mana men ruhim tetik hamisha. Mani 24 soat menga yetmaydi. Men hamisha g'ayratli, shijoatli. Nimaga shunday yashash mumkin emas? Men dasturlarga chiqarkanman. O'zimni ham ko'rinishim, ham gap so'zim, ham fikrlarim bilan meni ko'rgan odamlar hayotga muhabbat uyg'otish kerak. Bu dunyo etak juda qisqa. Kapalak umridek o'tib ketadi umrimiz. Shu uchun men Ma'rufjon To'raboyevga rahmat aytaman. Muhammadjon Muhammadjon Ahmadali. Assalomu alaykum Ismat aka. Iloji bo'lsa imo yoki Telegram yoki WhatsApp orqali bog'lansak. Siz bilan maslahatli ishim bor edi. Sizdan iltimos, shu nomer orqali bog'lanaylik. Men bir gapni aytib qo'yay. Men ba'zan mana shunaqa telefonlarga javob beraman. Kecha bittasiga telefonga javob berdim. Aytmayman qattanligini, xafa bo'ladi. Qaysi davlatligini aytsam, ertaga uni qamab qo'ysalar, o'zbek chekislari bor, mendan ko'radi. Men aytmayman. Kecha bir yigit menga shu tovushidan bildim, qo'rqib gapiryapti. Endi men odamman-ku, kayfiyatim yaxshi. Nima gap uka dedim. Aka shunaqa palon davlatdaman, menga jinoiy ish ochilgan. U davlatda eshitib birdan aytdim, konsulliklarga bormang, elchixonaga bormang, ular ushlab sizni qamaydi dedim. Aka to'g'ri aytasiz dedi. U davlat bilan O'zbekiston juda yaqin dedim. Hamma gapsiz to'g'ri dedi. Ya bir 15 minut gapirdim, uni ko'nglini ko'tardim. Menga ayting familiyangizni, Toshkent shahridagi palon rayonda sud menga jinoiy ish ochilgan dedi. MX tomonidan. Ishonsangiz familiyangizni ayting, ishonmasangiz aytmang dedim. Ya aka hozircha unaqa, mayli qo'rqyapsizmi? Demak, xo'p, nimaga menga chiqyapsiz bo'lmasa? Keyin aytib palon kishi bilan maslahat qildim dedi. Jahlim chiqdi. Sen palon kishi bilan maslahat qilsang nima qilasan Ismat Xo'shevga chiqib? O'sha palon kishini qilaversin oxirigacha. Ismini aytmasa, men nima qilay? O'zlaringiz ayting. Shu uchun bunaqangi mana bu ham so'rayapti hozir. Telefonini bering dedi. Biri telefonimni bering dedi. Mana yana bittasi yozyaptiki, Ismat aka tanimayapsiz mendan chiqindan buyon dedi. Bular o'zi bizlarni tanimasa bir umr. Kim u masalan? Baxtiyor Karimov dedim. Kim dedi? Men umrimda bilmasam, eshitmasam, men ularga endi aytgan telefoniga telefon qilishim kerakmi? Sal odob bilan, farosat bilan muomala qilish kerak odam. Qiyinmi mana masalan Facebookdagi nimamga o'zim o'qiydigan joyga xat yozsa bo'ladi-yu, nima kerak? Общественный joyga haligi qilib, yo'q joydan vahima qilib, birdan haligi qilib. Bu yigit ham hozir aytayapti menga telefon. Men demoqchimanki, siz tushunaman, kimdir og'ir vaziyatda. Birov bilan maslahat qilib, u bilan aloqa qilib, keyin Ismat Xo'shevga o'tmang. Siz meni yosh bola ko'rmang. Siz hech kim bilan maslahat qilmasangiz menga chiqing. Ishonsangiz chiqing. Palon kishi bilan maslahat qildim deydi. O'sha palon kishi bilan gapiraverdi, uka. O'zing qochqoq bo'lsang, jinoyat qilib senga jinoyat qilganim yo'q dedi. Hamma jinoyat qilmaganman dedi. Jinoyat qilmagan bo'lsang qo'rqmay borda, lekin ozodlikka, BBCga menga 3 ta arizani yoz, biza sen nazoratga olaylik, bor, o'zingni topshir tergovga. Adolatni tiklab chiqib ket.
ismini aytmaydi, boshqa qilmaydi. Ismat aka, siz menga yordam qilishingiz kerak dedi. Qanday qilaman men familiyangni aytmasang senga yordam qilib. Ukajon, mana hozir ham seni qaysi davlatda turganingni aytmayapman. Ertaga ushlab olmaslar. Nima qilay? Shuning uchun mana bu ukamizga Muhammadjon, Telegram, WhatsApplarni bermayman. Telefoningizni ko'rdim. Men sizga hozir telefon qilsam yana bir problemani boshlaysiz. Men nima qilay? Mana ham bunaqa telefonlar menga kuniga bir 10-15 ta keladi. Telefon qiling aka menga deb. Bir ikkitasiga telefon qildim. Qo'y deb. Aka deydi, Kanadaga olib keting meni deydi. Yo'q, Kanada bu kitobdagi yo Toshkentdagi korrupsioner muttahamlarni yurt emas. Kanadaga 100 ming dollar bersangiz ham menga olib kela olmayman. 1 million bersangiz ham olib kela olmayman. Tanish bilish qilib kelib bo'lmaydi Kanadaga, Amerikaga. Olib keting aka deydi, siz Kanadada siz meni bitta hech kim emasman. Ya Kanadada ham katta odam ekansiz deydi. Men mana bu tele dasturimda katta odamman. Men o'zimni ijodxonamda katta xo'jayinman, tamom? Bitta hamma teng, bitta biz hech kim emasmiz. Shuning uchun Kanadaga olib kelib bo'lmaydi, ukajon. Siyosiy boshpana Kanadaga olaman dedi bir yigit. Buni esingdan chiqar dedim. Shavkat Mirziyoyev davrida siyosiy boshpana so'rama dedim. Baloga qolasan, mendan ham baloga qolasan. Siyosiy boshpanani Karimovni zug'umidan qochganlar bizlar olganmiz. Shavkat Mirziyoyev davrida qanaqa siyosiy boshpana berish mumkin? OON bu siyosiy boshpana beradigan tashkilotlar ahmoq emas. Shuning uchun o'ylab hal qilish kerak. Siyosiy boshpanani qanday O'zbekistonda urush bo'lmayapti? Toshqin bo'lmayapti, Afg'onistonga o'xshab urush bo'lsa yoki boshqa, unda boshqa gap. Davron Haydar yozadi: "Akajon, meni bankka qo'yilgan pulimni ham yo'qotishdi. Meni meroslarim bo'yicha haligacha sarsonman, sharmanda." Davron Haydar, men hech narsaga tushunmadim. Batafsil yozing do'stim, pulingizni olib beramiz agar. Kim sizni pulingizni oladi? Davron Haydarovning dardi bor ekan, yozyapti: "Assalomu alaykum, sizga omad Ismat aka. Doim olg'a, bu kulturniy parazitlarni tapit qiling. Biz siz bilan birgamiz. Meni singlimni qanchalik qaqshatdi bu ifloslar. Bu akamni men hozir yaqinda O'zbekistonga uchib ketaman. Darmanli bir xat yozing, Davron. Normalni yozing, tushuntirib. Singlingizni nimaga qaqshatishdi, hammasini ochiq yozing." Da yana bir kishi yozadi: "Turk seriallarini faqat bizga to'g'ri kelmaydiganlarini qo'yishadi, lekin o'sha tarixiy milliy seriallarni taqiqlashgandir. Axir Usmonlarni otasi o'zimizdan-ku. Men ham o'qishni yaxshi xatolar bilan yozibsiz. Xatolarni to'g'rilab yozing, javob beramiz." Tak, sizga necha marta kommentar yozgan, bugun sizni tinglayapman. Davron Haydarov. Rahmatullo Mamadiyev, "Eshittirish yaxshi ketyapti, rahmat" dedi. Arzamadova, "Alloh sizdan rozi bo'lsin" dedi Komila singlim. Xo'p, bu demak 4-mart kungi dasturlarimizda o'qish mumkin bo'lgan savollar edi. Yana bitta dasturimizda savollarimizga o'tamiz. Tak, "Живу в Amerika, shtat Floridani o'qisam xursand bo'laman, Ali bobo. Sizning savolingizga kelamiz." Ismat aka, agar namoz o'qingiz kelib qolsa, sizni vahobiy ekstremist deb qamashiga, sizning gaplaringizga 100% qo'shilaman. Oddiy do'ppi kiyib qamalib ketganlar qancha. Prezidentimiz Shavkat aka hamma yoqni yo'lga qo'yyapti sekin-sekin. Rahmat, to'ppa-to'g'ri. Ismat aka, jahon chempionati futboli boshlansa, fanatlar prognoz qilishadi-da, kim yutadi deb. Sizga yana professional jurnalistligingizda tan berdim, qoyilman. Siz juda ko'p prognozlaringiz to'g'ri kelyapti. Oldindan ko'ra bilish qobiliyatiga egasiz. Rahmat. Tolibjon Shamsiddinov,
Assalomu alaykum Ismat aka. Sizga orden emas, O'zbekiston qahramoni unvonini berish kerak deb o'ylayman. Sizga salomatlik tilayman. Tolibjon Shamshiddinovning gapini Ismat Xushev dasturlarini taqiqlaganlar, dunyo o'zbeklarga buloq qo'yganlar, ular bugun hibsda. Mart oyida ochib beramiz deyishyapti rasmiy Toshkentdagilar. Qani endi ko'ramiz. Yo saytini ochib berishadi, yoki bir qandaydir bizlarning hayotimizda o'zgarish bo'ladi yaxshi tomonga. Shuni sizlarga aytib qo'yay o'rtoqlar. Yaqinda eshitasiz. Bahor nasimlari bilan ona yurtimdan xush xabarlar kelmoqda Kanada tomon. Ana shuni yaxshilab mag'zini chaqib turing, keyin bir gap eshitasiz. Tolibjon Shamsiddinov ukajon rahmat. O'zbekiston qahramoni unvonini bizga berish shart emasdir. Albatta, men buni endi jurnalistikada yaratgan maqolalarimiz, boshqalarimiz bilar. Lekin O'zbekistonda adolat tantanalari sekin asta g'alaba qila boshlasa, shu bizning qahramon bo'lganimiz. Juda ko'p muammolar hali hal bo'lmayapti-da. Tolibjon. Matbuot ochilmadi, televideniya ochilmadi. Ma'naviyatimiz tiklanmadi, oyoq osti bo'lib ketgan. San'at, hali ham shu san'atkorlar tanish bilishchilik qilib, behayolik qilib ekranlarga chiqish. O'zbekiston televideniyasida hali ham qo'shiqchilarning tuturug'i yo'q qo'shiqlarini ketishi. Hali ham odamlar haq izlab topolmayapti. Rayonlarda, qishloqlarda, shaharlarda prezidentning nutqini eshitib xursand bo'lib, kayfiyat ko'tarilgan odamlar rayon aligilarga uchrab, rahbarlarga uchrab, shashti sinib, o'ziga olov qo'yapti hali ham. Hali ham yoshgina qizlarimiz 16 yoshga kirganda uyini ayvonida ochilgan holda topilyapti. O'quvchilarimiz, yoshgina yigit qizlar hayotdan ketyapti. Ana ozodlik kecha yozda 16 yoshli qiz chiroyli nimaga kirib, kiyinib, hammomga kirib, yuvinib, taranib o'zini osibdi. Dahshatki bu. 16 yoshli qiz a. Xotin-qizlar qo'mitasi raislari yuribdi Amerikalarga parvoz qilib, chiroyli kiyinib, xizmat mashinlarida. O'zbekistonda qizlar o'zini ossa. Yoshlarimiz hayotdan ketishyapti. Yaxshi ko'rgan qizlar bilan qo'l ushlashib, poyezdlar tagiga tashlayapti o'zini Surxondaryoda. Bir tadbirkor kecha hokimiyatda o'zini yoqibdi. 2 yil bo'ldi Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelganiga. O'zbekiston matbuoti raqsga tushib, televideniya raqsga tushadi, konsertlar. Meni mana bu dasturlarimni O'zbekiston oliy rahbariyati komissiya tuzib, Ismat Xushev ortiqcha gapirgan, noto'g'ri gapirgan bo'lsa, menga zamechana qilib, dasturlarimni O'zbekiston televideniyasiga qo'ysa, meni bir kechada 10 million odam ko'radi. Nimaga shularni qilish mumkin emas? Savol. Odamlar ish topolmayapti. Ishsizlik hali ham odamlarda. Oyliklar yetmaydi. Bir ministerlar necha million olar ekan? 2 million. Nima bo'ladi bu bir ministerga? 10 million, 15 million pul olish kerak minister. Pora olmasligi uchun. Kamida $1000, $2000 pul olish kerak minister. Hukumat a'zolari 5000, 10000 dollar olish kerak. Hokimlar 5000, 10000 dollar oylik olish kerak. Ana shunda adolat bo'ladi. Prokuratura, tergov, militsiya juda qiyin ketyapti. Xo'p, endi mana bu podvalga tushib qamalganlarni aybi deylik. Mana bugun Abdusaid Kuchimov O'zbekiston axborot agentligida 27 yildan buyon nomi tilga olinmagan Mavlon Umurzoqov prezidenti davlat maslahatchisini suhbatini, maqolasini beribdi. O'tgan haftada Karim Bahriyev, taniqli o'zbek jurnalisti, mening qadrdon do'stim, O'zbekiston Oliy Kengashining a'zosi, urgutlik yolg'iz bo'ri bilan suhbat qildi ular. Video suhbat, muloqot. Mana qanday yaxshi. Lekin Abdusaid Kuchimovdan nimaga boshqa bosh muharrirlar o'rnak olmaydi? Nimaga Abdusaid Kuchimov o'zini haligini
mina maydonida yuribdi hozir Absaid Ko'chimov. Chunki yo Karim uchun, yo Mavlon Umurzoqov uchun, yoki Ismat Xushev uchun portlab ketishi mumkin u kishi. Tepada shunaqa vaziyat umumli bo'lmasi kerak. O'zbekiston axborot agentligining rahbari mustaqil hal qilish kerak, kimni berish kerak, kimni bermas kerak. U kishi juda aqlli, donishmand, zakiy odam. Tepadan uni berman, buni ber. Ro'yxat bor. U davlat xavfsizlik xizmati ekan, endi bilsam Absaid Ko'chimov va boshqa muharrirlarning qo'lini haliga qayirib turgan. Biz matbuot sohasidagi prezident siyosatiga dog' tushirayotganlar haqida endi turkum ko'rsatuvlarni boshlaymiz. Xayriddin Sultonov va uni yordamchisi 27 yil Xayriddin Sultonovning qabulxonasida o'tirgan Zarif, kim uni familiyasi? Zarif Mirzaqulovmi? Surxondaryodan bu yigit, Surxondaryodan 5 ta O'zbekiston qahramoni chiqargan bu yigit. Qanday qilib chiqarganini hali tergov aniqlab haliga qiladi. Biz bir papkani yubordik kerakli joyga. Mana shu menday dadil aytish kerak, qo'rqmas kerak. Bular hozir ham prezident devonida o'tiribdi. 27 yil Karimovga qarsak chaldi, endi Mirziyoyevni aldash bilan ovora bular, qo'li ko'ksida. O'zini kimligini bilmaysiz. Na o'qishga qaytdi, bitirdi. Adabiyotda, jurnalistikada kimsan o'zing? Bir satr yozdingmi? Xo'p, Xayriddin Sultonov yozuvchi ekan. Bir tenga qimmat kitoblari. Bobur haqidagi bir asarni hisobga olmasa, hammasi bir tenga qimmat. Bular kim bular? 27 yil bular O'zbekiston oliy rahbariyatida o'tiribdi. Tuflilari yaltiragan, kostyum shimlar duxbortoviy, chiroyli kiyinib yuradi. Sen o'zi kimsanki? Sen bir umr shuna yurishing kerak, o'zbek xalqi xor bo'lib butun dunyoga yoyilib ketish kerak. Mana shu menday gapirish kerak jurnalistlar chiqib. Titrab qolish kerak rahbarlar. Bu jurnalist hozir meni familiyamni aytib qo'ymasin deb. Boya to'g'ri yozibdi bittasi. Ana shunday qilmasak jamiyat rivojlanmaydi. Biz 27 yilda jurnalistlarda ovozini o'chirib keldik. Mana Ismat Xushev 2 yil bo'ldi Mirziyoyevga yana. Hali Kanadada Ismat Xushev. Hali yana necha yil Kanadada qolamiz, Xudo biladi. Qarang, prezident aytgan, mana bu qamalgan davlat xavfsizlik rahbari Ismat Xushevni aloqa qilinglar, chaqiringlar deb. Men endi ko'p narsani endi tushunyapman. Shu bular pamoymi prezidentga keyin taklif bilan kirasizlar degan prezident. Men 100% bilaman. Chunki meni birinchi borgan kunim 2-3 ta xizmat mashinalari bilan juda katta imkoniyat bilan meni 14 ta viloyatga yubordi bular. Hokimlar kutib oldi. Har bir viloyatdagi o'sha kerakli odamlar kutib oldi. Buni prezident aytmasa qilmaydi ular. Keyin ketdim, yana bordim, keldim, ketdim. Aka qoling deyish yo'q. Pamoyim bular prezidentga aytgan. Ismat kelmayman deyapti. Kanadada men tintay bo'ldimmi kelib bu yoqqa deyapti deb aytgan shekilli u. Buni ham hali aniqlashimiz kerak. Qarang, matbuotda ochishmaydi. Hozirga qadar shu kecha kunduz 2 yil bo'ldi. Biz sitdan turib bu gapni aytishimiz kerak. Men bu gapni Toshkentdan aytishim kerak. O'zbekiston televideniyasida Ismat Xushevni o'zini bir kanali bo'lsin, mayli menga direktorlikni bermasangiz, davlat maslahatchisi qilmasangiz, menga O'zbekiston televideniyasida Kisilov bor mana bu Moskvada. U Kremlning nimasi? Mayli menga bitta kanal bering. O'zim jurnalistlar tanlay olaman, menga odam tiqishtirmang. 5 ta chiroyli jurnalist, o'g'il bola, qiz bola, 5 ta operator menga yetadi. Men butun O'zbekiston televideniyasining ishini o'zim qilaman. Har kuni viloyatlarda, rayonlarda, vazirliklarda Shavkat Mirziyoyev mamlakatda amalga oshiradigan ishlar qanday bajarilyapti? Odamlarga munosabat qanaqa? Hokimdan norozi bo'lgan odam keladi, studiyada o'tiradi, hokim keladi, hal bo'ladi, hokim haligi bo'lsa, hokim shu bugun ishdan olinish kerak, qo'liga kishan solinish kerak.
odamlar bilan muomala qilishni o'rganishimiz kerak. Prezident aytayapti, yo'q, menga bir kanal ochib bering, mani boshliq qilib qo'ying, ведущий Ismat Xushev deng. Men O'zbekistonda Shavkat Mirziyoyevning siyosatlari lokomotiv nimadan raketaday uchib ketadi keyin. Odamlarning kayfiyati moment o'zgaradi. Har kuni Ismat Xushevni yarim soatlik dasturini bering, 10 million odam ko'rmasa, men ertasi kuni ishdan ketaman. Oyligimni ham o'zim topaman. Xodimlarimga $1000 oylikdan ham o'zim qilib beraman. Menga bering imkoniyatni, meni hozir ko'rayotganlar, aytinglar prezidentga. Mayli amal bermaylar. Mana shu dasturimni Ismat Xushev bilan yuzma-yuzda Toshkentga ko'chiring. Men sizlarga ko'rsatib qo'yaman keyin, qanaqa qilib jurnalist bugungi kunda mamlakatda qanaqa haligi ishlar qilishga qodir ekanligini men sizlarga ko'rsatib qo'yaman. Agar O'zbekistonda Shavkat Mirziyoyevning siyosatlari amalga oshishini istasanglar, meni gapimni o'ylab ko'ringlar. Bu gap o'quvchilarga emas, tepadagilarga aloqador. Men bilyapman, meni har doim tepadagilar ko'rayotganini, shu uchun meni dasturlarimni 20 minutdan oshirmasin Ismatjon deganlarini, oliy rahbariyatdagilarning vaqti yo'q ekan. Men hammasini aqlim joyida, hammasini sezib turibman. Yaqinda qanaqadir o'zgarishlar bo'lishini ham sezib turibman. Menga u yoki bu amalni berishga juda qiynalib o'tirgan bo'lsanglar, menga mana shu tele dasturimni Toshkent televideniyasiga ko'chiringlar-da, menga haligi hech kim xo'jayinlik qilmasi kerak. Menga vazifani qo'ying, menga studiyani bering. Tamom. Menga hech kim xalaqit qilmasin. Va butun respublikaga meni sayyor muxbirlarim viloyatlarga borib, axborot ham kerak emas, 24 hammasi qolib ketadi. Hamma meni ko'radi keyin. Men maqtovni kamroq qilaman. Men har bir viloyatda odamlarga odamdek muomala qilayotgan hokimlarni olib chiqaman. Mana birinchi bo'lib O'rol Boboqulov televideniyaga taklif qilinadi. Surxondaryodan, Sherobod hokimi. Nimaga Sheroboddan shikoyat yo'q? Har 2 kunda hokim qabul qiladi. Nima sektorlarga bo'lgan. Hamma muammolarni hal qilyapti. Shunaqa ishlashsa bo'ladi-ku, shunaqa odamlarni olib chiqish kerak. Menga beringlar imkoniyat. Yana bir marta qaytaraman. Olis Kanadadan buni ariza deb qabul qilasizmi? Menga Ismat Xushev bilan yuzma-yuz tele dasturim uchun yarim soat O'zbekiston telekanalidan har kuni kechqurun beringlar. Tamom. Ana keyin ko'rasizlar. Nima o'zgarishlar bo'lishini, mamlakatda qanaqa jurnalist nimaga qodirligini men sizlarga ko'rsatib qo'yaman keyin. Tolibjon Shamsiddinov Ismat Xushevga O'zbekiston qahramoni unvonini berish kerak etsa, Abu Anvarov Ismat aka siz haqiqatda gapiryapsiz, sizga iloji bo'lsa Nobel mukofotini berish kerak deydi bular. Bittasi yozyapti, hammasi qonxo'r, birontasiga ishonmayman. Rahmat Ahmadov aytadi. Assalomu alaykum Ismat Mahmudovich. O'zTV rahbari, kanal direktorlari hammasi Milliy xavfsizlik xizmatiga aloqasi borlar. Ular ham podvalga tushish kerak. Yeb tugatib bo'ldi TVni. Xalq oldida javob bersinlar. Rahmat Ahmadov, rahmat sizga do'stim. Buni mana odamlar savolida qarang, milliard dollar o'g'irlagan muttaham Rashid Qodirov sud qilinyapti. Nega milliard dollar o'g'irlagan Mullajonovning o'rinbosari Alisher Akmalov ozod qilindi? Mana savollarda. Jabbor Niyozov yozadilar. Janob Xushev, sizga taklif va iltimos. Insoniyat paydo bo'lganidan boshlab bugungi kunga qadar xalq va davlat rahbarlari xalqning yuzi, or nomusi, g'ururi va shon shavkati hisoblanib kelgan. Sizning prezidentimiz muhtaram Mirziyoyev sha'niga aytgan barcha ijobiy fikrlaringizni qo'llab-quvvatlaymiz. Juda ham to'g'ri.
Ismat Xushev qoyil. Siz Vangani ham ortda qoldirib ketdingiz. Buni faqat dunyo jamiyati hali bilgani yo'q. Ijodingizga omad deydi. Botirbek Nasimovichning bu gapiga izoh berishim kerak, chunki men 2017-yil 17-fevral kuni prezidentga qarshimisiz janob generallar degan maqola yozgan edim. Shu maqolani kecha o'qib berdim. Olimjon degan tadbirkor prezidentga idoralaridagi poraxo'rlar haqida gapirganidan keyin uni O'zbekiston televideniyasiga chaqirib, gapirib turib, sud zalida hibsga olganlarida prezident siyosatiga qarshi shantaj va sabotaj boshlandi deb eslab qoling. 2017-yil 17-fevralda maqola yozgan ekanman. Shu maqolani o'qib berdim, shu uchun bu yigit meni qoyil qolib, hali o'zbeklar, rahbarlar hali sizni bu haq gaplaringizni tushunib yetgani yo'q deyapti. To'g'ri. Kristina Birikova nakонец-то. Bormisiz singlim? Salom, ular haqida ko'proq tanqid qiling iltimos dedi Kristina singlim. Hayadar Qudratov ahmoqlarni bopladiz aka, sog' bo'ling deydi. Mamajon avtobiografiyangiz haqida yozing yoki axborot bering dedi. Kitobimni kirib o'qing ukajon. Haydar Qudratov, siz mana aytdingizki, u kun Ismat aka, yaqinda siz O'zbekiston televideniyasida chiqish boshlaysiz dedingiz. Aniq ma'lumot dedingiz. Qani, ukajon? Aniqlashtiring o'sha aniq ma'lumot berganlarni yana bir marta. Aziz do'stlar, demak biz dasturlarimiz mana shunday qilib har kuni ikkita haligi tele dasturga kelgan savollarga bo'lsa ham javob berib boraversak, har kuni har qalay ukajon mendan rozi bo'ling Asadbek Hamzayev. Ukajon, sizni gapingiz uchun mana 45-50 minut imkon qadar gapirdim, lekin har qalay har bir savol jamiyatimizdagi, O'zbekistondagi ijtimoiy siyosiy voqealarga borib taqaladi. Uzoqlarda qoldi tug'ilgan uyim, ajib bolaligim qoldi uzoqda. Qoldi hammom pishga ko'milgan uyim, qoldi singillarim bari yiroqda. Endi men eslayman ko'zlarimda nam o'sha yillarimning otash sehrini. Qumsab talpinaman gohi dam munis singillarim ma'yus mehrini. Shunday paytda o'zing aylagil shafqat, ona singil bo'la qolgil menga tabiat. Aqlim tanidimu qoshimda shu kun jasur akalarim, safini ko'rdim ularning bari ham botir va durkun. Men ular safiga sher bilan kirdim. Endi men eslayman ko'zlarimda nam o'sha davralarning otash sehrini. Qumsab talpinaman gohi dam jasur akalarim ajib mehrini. Shunday paytda o'zing aylagil shafqat, aka bo'la qolgil menga tabiat. O'tgan kunlarimga boqib muntazir sog'inchdan yonadi yongan bu jonim. Afsuski yonimda emassiz hozir donishmand ustozim, siz otajonim. Endi men eslayman ko'zlarimda nam hikmatli so'zlarning otash sehrini. Qumsab talpinaman gohi dam donishmand otamning shafqat mehrini. Shunday paytda o'zing aylagil shafqat, ota bo'la qolgil menga tabiat. Men aziz onamni tuproqqa qo'ydim, hali tingan emas ko'zdagi yoshim. Olis kechalari hijronda kuydim, endi qay sinaga qo'yurman boshim. Endi men eslayman ko'zlarimda nam ona degan so'zning qaytmas sehrini. Qumsab talpinaman har zum har qadam onam og'ushini.
onam mehrini, shunday payt ham o'zing aylagil shafqat, ona bo'la qolgil menga tabiat.